Xitay-Amerika soda kelishimi tuzuldi. Vəziyyət jiddiylişib, başqa tanlash qalmagan Xi Jinping zor dərəcədə yol qoydu. Terjime qilg'uchi Uyğur pida'iy tərcümanlargۇرۇپپىسىدىن Bilmesjen. Köpçilik yaxşımısılar. Tünügün axşam saat 11-də Xitay Dövlət İşləri Axbarat İdarəsi az görüldiğən axbarat elan qilish yığını ötküzüb, Xitay-Amerika birinci basqıçlıq soda kelishimining tuzulib bolğanlığını elan qildi. Kelishim kirish söz, bilim mülk huquqi, texnika ötünüp berish, yemeklik və dehqonchilik mahsulotlari, pul muomalasi mulozimati, pul perevod və onun oshkorlik darajasi, soda munosabatini kengaytish qatarlıq cəhətlərdə ikki tərəf təng bahalash və talash tartishni hal qilish qatarlıq məzmunlarni öz içiga aladigan bo'lib, cəmi 9 babqa bölüngan. Axbarat e'lon qilish yig'inida mas'ul xodim bu kelishimni tushundirdi. Biroq kelishimning konkret mazmuniga nisbatan ochiq gap qilmadi. Bo'libmi, sirtqi dunyo nihoyatda ko'ngil bo'layotgan dehqonchilik mahsulotlarini setib olish miqdoriga nisbatan mujmal gap qilib tafsiliy to'xtalmadi. Faqat keyin e'lon qilganligi to'g'risida va'da berdi. Trumpning e'lon qilgan xabariga asoslanganda Xitoy Kompartiyasi ko'plagan qurilma xarakterlik islohotlarni elib bordiganga, Amerikaning dehqonchilik mahsulotlarini, energiya mahsulotlarini, aqliy mulk mahsulotlarini va boshqa nurg'un mahsulotlarni zo'r darajada setib oldiganga qo'shilgan. Amerika taraf bo'lsa 15 oktyabrda yurgizmoqchi bo'lgan yangi bir navbatlik boj elish planini amaldan qoldirgan hamda bahosi 120 trillionlik Xitoy mahsulotlariga qo'yilgan 15% bojni 7,15% ga tushirganligini, qolgan 250 trillionlik Xitoy mahsulotlariga qo'yilgan bojning yanada 25% bo'lganligini e'lon qilgan. Bojni bu xil shaklda kamaytirish ro'shanki faqat bir simvol xarakterlik harakatdir. Amerikaning Soda vakillar idorasi bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Bu kelishim bilan bilim mulk huquqi, texnika o'tinib berish, dehqonchilik, pul muomalasi mulozimati, bank cheki hamda tashqi perevod qatorliq sohalarda Xitoyning soda iqtisodiy tuzilmasiga nisbatan qurilma xarakterlik islohot va boshqa shakldagi islohotlarni elib berishni talab qiladi. Bayonotda yana mundaq deb ko'rsatildi. Muhim bo'lgani bu kelishim talash tartishni hal qiladigan bir nihoyatda kuchli mexanizmni qurib chiqib, kelishimning tez va unumli holda amaliylashishi va ijro qilinishiga kafolatlik qiladi. Buningdan sirt Amerika soda vakili Lighthizer mediaga Xitoy tarafining kelgusi 2 yil ichida aslida bor bo'lgan har yili 24 milliard dollarlik import summasi asosida Amerikadan yana bahosi 32 milliard dollarga yetib boradigan dehqonchilik mahsulotlarini ortiq import qilishi kerakligini oshkorladi. Boshqacha aytganda, kelgusi 2 yildagi Amerikadan import qiladigan dehqonchilik mahsulotlari 80 milliard dollardan kam bo'lmaydi. Buningdan sirt Xitoy doiralari har yili 500 million dollarlik Amerika dehqonchilik mahsulotlarini ortiq setib olishga tirishadi. Bu yil oktyabrda Trump ikki tarafning birinchi bosqichlik kelishimiga dastlabki qadamda kelib bo'lganligini uqtirdi. Buningdan burun medialarda Amerika-Xitay tünügün kelishgan soda kelishimining mazmun jihatdan o'z ichiga olgan turlari oktyabrda deyilgan mazmunlardan texmo tar doirada bo'lishi mumkin deyilgan edi. Ya'ni bu faqat bir oddiylashtirilgan soda kelishimi deganlikdir. Amerika tashqi ishlar munosabati jamiyatining tadqiqotchisi Xilmanning qarashicha, növbətdə tüzülgən bu atalmış kelishim bir rəsmi haldakı kelishim hesablanmaydı ekan. Çünki Amerika hökuməti dəstləbdə oturub qoyğan zor köpçülük nişanlarına texi yetəlməyən. O Twitterda bu soda kelishimi deyilməsliki kerak. Bunu faqat bir ilim-setim kelishimi deyishkili boludu dedi. Tədqiqat o'rnining bu bahası bəkli qattiq bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Xitoy Amerika ikki tarafning ahvolidan qaraganda har ikkisi bu kelishimga ehtiyoji bor bo'lib, bu kelishim asos jihatdan har ikki tarafning shu vaqtdagi ehtiyojini qondirgan. Xuddi Trumpning biz arzu qilamiz, ularmi arzu qiladi deganidek. Ikki tarafni faqat kelishimga kelishib olish uchunla bu kelishimni tuzdi deyishga bo'ladi. Xitoy Amerika soda urushining Xitoyning iqtisodiga bo'lgan ta'siri bora-bora gavdalanishga boshladi. Eng yangi soda sonliq mahsulotlarga asoslanganda Xitoyning Amerikaga bo'lgan noyabrdagi eksport miqdori bulturqi o'xshash vaqtdagidan 23% tuvanlagan bo'lib, agar Amerika texnik ko'p Xitoy mahsulotlariga qo'shimcha tamojna beji qo'ysa, Xitoyning vaziyatiga nisbatan o'lganning ustiga tepgandek ish bo'ladi. Texmi muhim bo'lgani, soda urushi Xitoyning iqtisodiga ta'sir paydo qilib qolmasdan,
Kishilarning Xitoy kelgusi iqtisodini oldin mo'ljallashiga nihoyat og'ir ta'sir paydo qiladi. Shu sababdan Xitoy doiralari Amerika bilan bu kelishimni tuzish orqali savdo urushi keltirib chiqargan umidsizlik kayfiyatini o'zgartmoqchi. Birinchi bosqichlik kelishimda Xitoy doiralari Amerikaning nihoyat oz bir qism bojni kamaytirish va'dasiga erishadi. Biroq Xitoy doiralari Amerikaga texmi ko'p va'dalarni berdi. Bo'libmi, har yili 40 milliard dollarlik Amerika dehqonchilik mahsulotlarini sotib olishga ma'qul bo'lgan bo'lib, bu sonning g'oyat zo'r son ekanligi shaksiz. Xitoyning burun Amerika dehqonchilik mahsulotlarini eng ko'p import qilgan vaqtidami faqat 24 milliarddan ko'proq bo'lgan bo'lib, 40 milliard dollarlik dehqonchilik mahsuloti sotib olish Xitoy doiralariga nihoyat zo'r besim olib kelishi mumkin. Qisqa vaqtning ichida Xitoy iste'molining bundoq yuqori ko'tarilishi mumkin emasligini tasavvur qilishga bo'ladi. Ehtiyoj asosan muqim bo'lgan ahvol ostida Amerika mahsulotlarini import qilishni zo'raytirish, boshqa davlatlardan import qilish miqdorini kamaytirishni keltirib chiqarishi muqarrar. Bu yerdagi masala bo'lsa, Xitoy va ko'plagan davlat savdosining orqasiga siyosiy maqsadlar yushiringan bo'ladi. Ma'lum bir davlatning iqtisodiy eksportini keng ko'lamda qisqartirish munosib darajada siyosiy xatarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuningga diqqat qilishga arziydi-ki, Xitoy har qatim Amerika bilan suhbat o'tkazganda ishlatadigan eng asosli fishkasi bo'lsa, Amerikaning dehqonchilik mahsulotlarini sotib olish edi. Bu yerdagi fishka bo'lsa, qimorda pul o'rnida ishlatiladigan narsa. Terjime qilg'uchidan. Biroq ular konkret va'da berishni hargiz xohlamaydi. Ular bozorning ahvoliga asosan xohlagancha sotib olishda davomli ching turib kelgan. Bu yil mayda savdo suhbati eng og'ir o'ngsizlikni beshidan o'tkazgandan keyin Xitoy savdo vakili Liu He ochiq bayonot e'lon qilib, Xitoyning savdo suhbat to'van chekini o'ttirg'a qo'ydi. Liu He Xitoy tarafining 3 yadroliq masalasi cho'qim hal qilinishi kerak dedi. Ular birinchi barliq qo'shimcha tamojna bojlari amaldan qilish kerak. Ikkinchi, savdoda sotib olish miqdori amaliyotga uyg'un bo'lishi kerak. Uchinchi, hujjat tamponligini yaxshilash. Hujjat tamponligi kelishimning har ikki tarafning manfaatiga uyg'un bo'lishini ko'rsatadi. Terjime qilg'uchidan. Halbuki bu qitimqi suhbatda Xitoy doiralari tamojna beji masalasida nihoyat cho'ng murassachilik qilib, Amerikaning faqat simvol xarakterlik bir qism tamojna bejini tuvallatishini qabul qildi. Yana kelib sotib olish miqdorida zo'r darajada yo'l qo'yib, 40 milliard dollarlik dehqonchilik mahsulotlarini sotib oldiganligi to'g'risida aniq va'da berdi. Buningdan sirt Amerika eng ko'ngil bo'layotgan tekshirish mexanizmi jihatdimi zo'r darajada murassachilik qilganligi aniq bo'lib, kelishimdagi ikki taraf baholash va talash tortishni hal qilish degan qismida bu aniq gavdalangan. Kelishimlarga azaldilla hurmat qilmaydigan Xitoy kompartiyasiga nisbatan aytganda, bu faqatla rozi bo'lg'ili bo'lmaydigan cheklash belgilamasidir. Bu ahvollarni xulosalasak, bu qitimqi kelishimning tuzilishida Xi Jinping doiralari zo'r darajada yo'l qo'ydi va murassa qildi. Ro'shanki, agar Amerika davomli holda hozir bor bo'lgan qo'shimcha tamojna beji saviyasini saqlab qolsa, hamda boshqa 160 milliard dollarlik Xitoy mahsulotlariga 15%lik qo'shimcha tamojna beji qo'ysa, Xitoyning Amerikaga nisbatan bo'lgan savdosi intayin cho'ng xavfga duch keladi. Bu nuqtadan qaraganda Xitoy doiralarining 15 oktyabr Amerikaning yangi tamojna beji tadbirini yo'lga qo'yishdan burun kelishim tuzishi, amaliyotda Amerikaning tamojna beji tadbirining Xitoy doiralari bardoshlik berishi intayin tas bo'lgan holatda ekanligini yushirib qolg'ili bo'lmaydigan amaliyot oldida yo'l qo'yish va murassa qilishga majbur bo'lganligini tushuntirib berdi. Buningdan sirt yana bir muhim ish Xitoy doiralarining Amerikaning tamojna bejini davomli oshirishidan qo'rqqanligini tushuntirib beralaydi. Yaqinqi 3-4 yildan buyon Xitoy kompartiyasining markaziy iqtisod xizmat yig'ini doim 18 oktyabrdan 28 oktyabrgacha bo'lgan oraliqda ichilyotdi. Biroq texi yaqindala oyoqlashgan markaziy iqtisod xizmat yig'ini bo'lsa 10 oktyabrdan 12 oktyabrgacha bo'lgan oraliqda ichilgan. Bu balkim 15 oktyabrdan o'zini chetga olganligi sababidan bo'lishi mumkin. Qo'shimcha tamojna beji yo'lga qo'yilgan bu kunda Xitoy-Amerika munosabatida balkim g'oyat zo'r o'zgarish bo'lishi mumkin-di. Bugun kech elib berilgan suhbatda Xitoy doiralari zo'r darajada yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, biroq ularning yanada ishonchi yo'q bo'lib, Trampning rozi bo'lgan bo'lmaganligini muayyanlashtirolmadi.
Əməliyyatda Amerikadakı nurgun mutaxassislar və parlament əzaları Xitay bilan hazır kelishim tuzishni qo'llamaydi. Mubada Trump bu mutaxassislarning və parlament əzalarının təklifini qabul qilgan bo'lsa, undaqda 15 oktyabr Xitay-Amerika münasibətinin texim nacharlashgan kuni bo'ladi. Bu soda urushining yana bir qitim yuqori ko'tarilganligining sababi bo'lib qolmasdan, teximi muhimi Xitay-Amerika soda suhbatining buzilganligining sababidandir. Undaq bo'lganda sirtqi dunyoning Xitay iqtisodini mo'ljallashiga og'ir darajada ta'sir yetkazgan umidsizlik kayfiyati butun Xitoyni qoplagan bo'ladi. Aniqki Xi Jinping doiralari bu xil ahvol ostida yig'in etishni xohlamaydi. Shu sababdan yig'inning vaqtini 10 oktyabrdan 12 oktyabrgacha o'rinlashtirgan. Bu qitimliq kelishimning tuzilishida Xitoyning eng cho'ng erishgani bo'lsa, soda urushining qayta kengaymasdan ma'lum darajada muqimlashishini mo'ljalligili bo'lganligidir. Amerikaga nisbatan aytganda bu kelishimning tuzilishi Xitoy-Amerika sodasining aniqsizligini ma'lum darajada kamaytdi. Balkim Trumpning saylam raqobatida yengib davomli vazifada o'ltirishiga buning yordami bo'lishi mumkin. Bo'libmi Xitoyning har yili 40 milliard dollarlik Amerika dehqonchilik mahsulotlarini sotib olishga va'da berishi cho'qim yezi eglik sohasidagilarning bilat tashlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xitoy-Amerika munosabatiga nisbatan aytganda, Trumpning bu qarorida iqtisodiy mulohiza siyosiy mulohizaga qaraganda aniqla eshib ketgan. Trumpning bu vaqtda Xitoy doiralari bilan bu kelishimni tuzishi eng yaxshi tanlash emas. Chunki Amerika hukumati qandaqli bo'lmasin, eng dastlabda o'tirib qo'ygan ko'plagan nishonlarga tex yetolmadi. Shunga faqat ikkinchi bosqichlik suhbatni saqlashga to'g'ri keladi. Ya'ni Amerikaga nisbatan aytganda, bu balkim Xitoy bilan kelishim tuzilgan eng yaxshi payt emas. Xitoy doiralarining bardoshlik bera oladigan besim kuchi texi oxirgi chekka yetmagan bo'lib, ba'zi bir xalqliq masalalarda, masalan, davlat egiligidagi korxonalarga to'liqlama berish masalalarida texi yo'l qo'ymadi. Agar Trumpning xatoligi bor deyilsa, bu dal uning bu mevini boldir uzib qo'yganligidir. Trumpning oliy maslahatchisi Viton Trumpni bevosita sezimida ching turishga murojaat qildi. Uning bevosita sezimi bo'lsa, uning Xitoy bilan kelishim tuzishga ehtiyoji yo'q. Viton o'z maqolasida mundaq deb yozadi: Amerikaning Xitoy bilan savdo kelishimi tuzishga ehtiyoji yo'q. Kelishim tuzish Xitoy hukumatini davomli yashash fursati bilan ta'minlaydi. Vitonning qarashicha, hozir bara-bara aniq bo'lib ketgani, Xitoy oktyabrda Amerika bilan tuzilgan birinchi bosqichlik savdo kelishimini rad qildi. Bu xuddi Xitoy bultir may oyida uning oldida tuzilgan kelishimni inkor qilgandek bir ish. Oktyabrda suhbatlashgan vaqtda Beijing 50 milliard dollarlik Amerika dehqonchilik mahsulotlarini sotib olishga va'da bergan edi. Biroq ikki taraf og'zaki kelishimga kelgandan keyin va'dasidan yenib olib, unchalik ko'p mahsulot sotib ola olmaydiganligini uqtirdi. Viton o'tirib qo'ygan dehqonchilik mahsulotlarini sotib olish ishi Xitoy doiralarining azaldilla lavzida turmaydiganligini aks ettirgan bo'lib, mana bu Xitoy bilan kelishim tuzish duch kelayotgan eng cho'ng masala. Viton maqolasida yana Xitoy-Amerika ikki tarafning asosli ahvolini analiz qilgan. Uning qarashicha, Amerikaning iqtisodi eng yaxshi vaqtda turibdi. Xitoyning iqtisodi bo'lsa, savdo urushi sababidan texmi jiddiy holatda turibdi. Viton Xitoy hukumat tarafining statistikalangan sonliq ma'lumotlarini yolg'on, balki Xitoyning GDP-sining eshishi 0 ga yaqinlashgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan bir vaqtda qarz kontrolligini yo'qotish, yemeklik bahasının o'sishi qatorliq masalalarmi bor deb qaragan. Viton yana Amerika, Meksika, Kanada savdo kelishimining tezla tuzilib bo'linadiganligini tilga olgan bo'lib, savdo sommasi Amerika bilan Xitoy savdo sommasining 2 hassasi, Amerika eksport sommasining 5 hassasi. Yangi tuzilgan Amerika-Yaponiya savdo kelishimi bo'lsa, 2020 yili 1 yanvardan tortib kuchga ega bo'ladi. Bu Amerikadagi dehqonlar va chorvachilik maydon xo'jayinlariga zo'r foyda elib keldi. Chunki Yaponiya tamojna bejini to'valtidi. Amerika texim ko'p dehqonchilik mahsulotlarini Yaponiyaga eksport qila oladigan bo'ladi. Viton o'tirib qo'ygan bu ahvollar aniqki Amerikaning Xitoy savdosiga tayinib qolishidan qutulishiga foydali. Vitonning qarashicha, navbatdagi ahvolda Trump Xitoy bilan kelishim tuzishga ehtiyojli emas ekan. Parlament a'zosi Rubio ifoda bildirib mundaq degan:
Xitay bilan burilish xarakterlik kelishim tuzish Amerikaning eng muhim bo'lgan masalalarda Xitay bilan texmo keng ko'lamda kelishim tuzishda zarur bo'lgan tamojni beji feshkisidan mahrum qilishni keltirib chiqardi. Bu masalalar Xitay hukumatining davlat egiligidagi korxonalarga bo'lgan to'liqlamasi, majburiy texnika o'tnib berish, Amerika korxonalarining xalqliq sohalarga kirishini to'sish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu deganlik bu qisqa vaqtliq kelishimni tuzish tugmini deb to'gidan quruq qilish bo'lishi mumkin. Amerika Demokratchilar partiyasi Xitay bilan bosqichga bo'lib kelishim tuzishni asla xohlamaydi. Ular agar Xitoyni mohiyatlik ijro qilishga bo'ladigan muqim holatdagi qurilma xarakterlik islohot elib berishga va'da bergizolmasa, Amerikaning ishga o'rlashish va uzun muddatlik iqtisodiy gullanishiga xavf elib keladi deb qaraydi. Növbətdəki əhvaldan qaraganda, Xitayni qurulma xarakterlik islohot elib barg'izishning bir qism mazmunlari birinchi bosqichliq kelishimda o'tirg'a chiqdi. Boshqa muhim mazmunlar uchun ikkinchi navbatlik savdo suhbatini saqlashga to'g'ri keladi. Ro'shanki, Amerikada o'qituvchi partiyaning mavjud bo'lishi, jamoat fikri nazoratchiligining mavjud bo'lishi, munosabatlik doiralarning ko'pning fikrini elib o'z davlatiga bir qadar foydali bo'lgan kelishimni tuzishini tuzum jihatdan kafolatga ega qiladi. Bunun bilan selishtirib aytganda, Xitoy Kompartiyasining istibdodlik hukmronligi ostida, bo'libmi markazning yuqori besimi ostida bu talva hamoqat Xi Jinping hargizmi foydali bo'lgan taklif fikrga va tanqidga erisholmaydi. Shuning bilan Xi Jinpingning xato hukmi va xato roli tufaylidan savdo urushi uzungacha oyoqlashmay, Xitoy iqtisodiy jihatdan eng chong badal to'ladi. Oxirida faqat mushundaq intayin foydasiz sharoit ostida birinchi bosqichliq kelishimni imzoladi. Xitoy eksport mahsulotlarining yarmidan degudek 25%lik yuqori qimmatdagi tamojni beji e'lanyotdi. Ammo savdo urushining oyoqlashishi texmi yiroqda. Yana kelib bu xil ahvol ostida Amerika bilan kelishim tuzish Xitoy doiralarining savdo urushi boshlangandan buyangi vaziyatga bo'lgan hukmi hamda ularning qo'llangan qarshi turish choralarining hammasini oshkora inkor qilganlik bo'ladi. Mushundaq bo'lishini bilgan turuqliq o'z vaqtida yana nima po'chilik bu? Bu balkim Xitoy doiralarining savdo kelishimiga nisbatan ba'zi bir masalalarni oshkorlamasligining sababi bo'lishi mumkin. Amerika savdo vakili Lighthizer yana ikki davlat boshliqlari bevosita qatnashgan imzo qo'yish murosimining bo'lmaydiganligini oshkorladi. Tasavvur qilishga bo'ladiki, garchi Xi Jinping o'zini ko'rsatishga amroq bo'lsa-mu, ammo u bunday kelishimga o'z qo'li bilan imzo qo'yishni xohlamaydi. Navbatda Xitoyning Amerikaga bo'lgan eksport miqdori shiddat bilan tuvallayotgan bo'lib, bunday bir kelishimning tuzilishi bu xil vaziyatni ozroq pasaytirishi mumkin. Biroq Xitoy-Amerika munosabatining aniqsizligi yanada mavjud. Qiyos qilishga bo'ladiki, bexatarlik uchun ko'plagan xalqaro korxonalar yanada Xitoydan qadam-qadam chekinib chiqib ketadi. Shubhisizki, bu qitimliq savdo urushi tufaylidan Xitoy-Amerika savdo munosabati burunqi holatga qaytib bora olmaydigan holga keldi. Muhim bo'lgani, birinchi bosqichlik kelishimni tuzishning qiyinlik darajasi kishilarga Xitoy bilan Amerikaning har taraflama kelishimlarini tuzish mumkinchiligining intayin ozligini his qildirdi. Bu Xitoy-Amerika savdo urushining uzun mazgillik bo'lganligini ko'rsatib berdi. Mushu nuqtani tutqi qilib aytganda, Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi iqtisodiy munosabatning yiroqlashish yuzlanishi balkim endi o'zgarmaydi. Bu tema to'g'risida bugun mushunchalik so'zlaylik. Ko'pchilik rahmat, xayr xo'sh.